Assalomu alaykum guruhdagilar. Ana xudo xolasa seleksiya natijalarimiz. Bu seleksiya qilinishini videolarini boshdan qo'yib kelyapmiz. Ana bular 3 oylik jo'jalar. Ana bular 3,5 oylik seleksiyalarimiz. Oqlari eksperiment. Ana xudo xolasa. Bular kam-kamdan ochirganligimiz sababi ikkita tovuq bitta xo'rozdan tuxum yig'ilganligi uchun tuxumlarimizni ko'pi palag'da bo'ldi. Shuning uchun kam-kamdan bir 3-4 partiya ochirganmiz. Bular birinchi va ikkinchi ochirilgan partiyalarimiz. Natijalar tushungan aka-ukalarimiz o'zi natijalar qanday bo'lganini bilib olaveradi. Tushunmaganlarga ana natijalarimiz juda biz o'ylagandan ham a'lo chiqdi. Bularni aslida bizlar yangi qon olib kelish uchun bizlar shu Vengriya davlatiga tuxumini yoki jo'jasini zakaz qilishimiz kerak edi. Lekin bizga qimmatlik qilib ketganligi sababidan o'zimiz mana shunday seleksioner aka-ukalarimiz bilan parandaga tushunchasi bor fermer akalarimiz bilan maslahatlashib seleksiya natijalarini qildik. Natija o'sha o'zini vatanidagi vengerskiy velikan parodasidan ham chiroyliroq chiqdi deb o'ylayman. Meni fikrim bo'yicha. Chunki meni maqsadim tovuq xo'rozlarni bo'yini baland qilib, oyoqlari uzun, ranglarini chiroyli qilish edi maqsadim. Chunki baribir baland narsa chiroyli ko'rinadi. Mana qarang. Shu xo'rozchalarimiz 3,5 oylik. Chaqqon, birovlar emas. Bu eksperimentlarimiz ham bu yangi chiqqan hali o'zimiz sinovimizdagi bo'lgan hali hech joyda uchratilmagan zotlardan bo'lib turibdi. Birinchi kashf bo'lingan zot hozir o'zimda turibdi. Buni endi natijalarini kuzda ma'lum bo'ladi, tuxumga kirib qanday mahsuldorligini ko'rganimizdan keyin agar ma'qul bo'lsa bularni ham ko'paytirishni yo'lga qo'yamiz. Umid bu hamma standarti, bo'y basti, o'sishi, xo'p, chiroyliligi hammasi hozircha menga ma'qul bo'lib turibdi. Endi bitta buni biladigan joyimiz buni tuxum berishi bilan kurk bo'lishini bilishimiz kerak xolos. Mana ularni ham aniq bo'lgandan keyin bularni yanada ko'paytirib shu xalqimizga, klientlarimizga Yevropadan emas, o'zimizda O'zbekistondan sarson bo'lmasdan tuxum va sifatli jo'jalarni xarid qilish imkonini yaratib berish niyatimiz. Xudo xolasa bizni kuzatib boruvchilar YouTube'da, Instagram'da, Telegram kanallarimizda kuzatib boradigan aka-ukalarimiz bor ekan. Telefon qilib maslahat so'rayapti. Qanaqa qilib boqish kerak, nima qilish kerak, jo'ja olsam yaxshimi, biznesni qanday boshlab olay deb endi bu sohaga kirib keladigan aka-ukalarimizga maslahat beryapmiz. O'zimiz tajribamizdan, o'zimizni sinovimizdan o'tgan o'z maslahatimizni berib boryapmiz. Endi hammani ham qanaqa paroda boqishlik o'zini ixtiyorida, o'zini xohishi. Hamma har xil zotga qiziqadi. Endi bu velikanlarni boqib ko'rgandan o'zi juda yaxshi biladi qanaqa tovuqligini. Uni yana men maqtab, boshqa qilib ta'riflashim shart emas. Klientlarimizning ichida 3-4 xil parodani bir vaqtda boqqanlar ham bo'ldi. Misol uchun Velikan, Adler, Qora shahzoda, Xanxiyab shularning ichida boshqa parodalarni yo'q, faqat velikan jo'jalarni olib qolgan aka-ukalarimiz ham bo'ldi. Chunki bularni immuniteti, sharoitga moslashib ketishi, xohlagan don-dunda yeb ketishi, injiqmasligi
ba'zi klientlarimizga juda ma'qul tushdi. Yana bir plyus tomoni, nima desak, ko'p klientlarimiz endi buni biznes sifatida emas, shu xonadoniga shu tuxum o'zini xonadonidan o'z ehtiyojiga yarasha tuxum, jo'ja olish maqsadida boqib boqqanligi uchun bularni bitta ma'qul tomoni o'zlari kirib ochib chiqish tomoni ma'qul bo'ldi ko'p klientimizga. Shu sababdan bu velikan paroda tovuqlarimiz ularga ma'qul bo'lib turibdi. Endi bu ko'rk bir xil aytish mumkin, ko'rk bo'lib bizga tuxumi kerak, asosan ko'rk bo'lib bu sezon o'tib ketadi deyish mumkin, lekin bular qanday ko'rk bo'ladi? Bular jo'ja ochib chiqqandan keyin yaxshi o'zini don-dunidan berib yaxshi boqilsa, jo'ja qarab turgan joyida ham bular 15 kun ichida tuxumga kirib ketaveradi yana. Shunaqa xususiyati bor. Agar yanada tezroq tuxumga kirsin desangiz, jo'jasini ayirasiz, xudo xolasa 1 hafta 10 kunda tuxumga kirib ketadi. Shunaqa xususiyati bor. Shu tomonlama meni o'zimga ham ma'qul. Svit o'chdi, inkubatorim sovib qoldi, tuxum brak bo'ldi degandan ko'ra, mana shunday tabiiy holatda jo'ja ochirish men uchun ham qulay, ham sal nimasi kamroq, tashvishi kamroq. Xudo xolasa buni ko'paytirib 100, 200, 300 imkon boricha ko'paytirib klientlarimiz ba'zilariga tuxum, jo'ja qidirilmay ham qolyapmiz. Chunki birinchidan bu ko'p tovuq qilish uchun sharoitim yo'q, ikkinchidan hali to'liq 100% biznes yo'nalishiga o'tmaganligim sababidan ko'pchilik klientlarimiz jo'ja va tuxum yetkazib berish muammosi bo'lib turibdi. Yana ba'zi klientlarimiz, ikkilanib qolgan klientlarimiz ham jo'ja tuxumini ololmay qolyapti. Chunki o'ylanib, u qachon qanaqa bo'laykan, sal qimmatroq deb o'ylanib turgan payti o'zi buni boqib ko'rgan klientlarimiz yana 2-chi, 3-chi, 4-chi marta jo'ja zakaz qilib, biz o'ylanmay olib qo'ygan klientlarimiz olib ketib qolyapti ochgan jo'ja tuxumlarini. Mana shu belgi hisobdan deyarli 70-80% klientim o'zimda o'tgan yilgi, oldingi yil klientlarim mana shu jo'ja tuxumlarini olib qo'ydi. Shunaqa. Yana nima desak, bizda uyda yovvoyi pishagimiz ham bor o'yli. Har yili men o'zidan sal tashqari aytib o'tib ketay. Har yili bu pishaklar, qarang, odamdan qo'rqadi, ko'ryapsizmi? Har yili bu pishaklar, ona pishak bor yovvoyi. 8 ta 7 ta tug'adi uyga. Lekin indamayman, nimagaki juda beg'ubor pishakchalar, har kun o'ynab odam kayfiyatini ko'taradi. Ikkinchidan bular uydagi ilon, boshqa bir xavfli narsalarni pishaklar oqshab yeganligi sabab ularni o'ldirmayman. Lekin ana shu pishak har yili meni bir 2-3 millionlik jo'jam deb ketadi. Endi shu uni ham rizqi yozilgan bo'lsa kerak, indamaymiz. Bir tomondan ziyon, bir tomondan katta foydasi tegadi. Asosan oqshom shu agarodda yurgan ilonlarni, sichqonlarni ana shu pishaklar yeb bizlarni ana shunday xavfdan omon saqlaydi. Ba'zilar uyida pishak ko'rsa o'ldiradi, yovvoyi pishak desa. Mana bizni fermamizda mana shu bossi, mana shu qo'riqchisi, nazorat qiladigan mana shu. Bunga farqi yo'q, dakammi, boshqami. Mana shu hammasi qo'rqadi shundan. Buni UFC jangi ham bor bilsangiz. Anov bilan o'ynagan. Koreyskiy troyka bilan tashaganman. O'zi juda mard narsa bu. O'zi kichkinagina o'zi chiqsa 400-300 gram chiqadi. Lekin menman degan xo'rozingizni qo'rqitib oladi. Qarang. Shu ranchoni egasi ham shu ular. Pishakdan ham qo'rqmaydi, qirg'iydan ham qo'rqmaydi, odamdan ham qo'rqmaydi, boshqa raqibidan ham qo'rqmaydi, kuchukdan ham qo'rqmaydi.
azartini qarang. Ajjonimga o'rgur.